Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar, hurmatli tadbirkorlar. Bizning Agrobankimiz Shohat filiali tomonidan 25-yildan ham, joriy yildan ham har oyda grafik asosida tadbirkorlar bilan, fuqarolar bilan mahallaning o'zine kelib uchrashuvlar o'tkazib kelyapmiz. Bugungi namizam Yangi O'zbekiston mahallasidan belgilangan edi uchrashuvlarimiz. Sizlar hozir bu yerda sizlarning muammolaringizni eshitib, kerak bo'lsa joyida hal qilishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelmasa, viloyatlik bo'lsa, viloyatga taqdim qilib, respublikalik bo'lsa, respublikaga taqdim qilib, muammolarni hal qilishga yordam beramiz. Asosiy maqsadimiz 3 tajribasi asosida uchrashuvlar o'tkazib kelyapmiz. Fuqarolar bilan, tadbirkorlar bilan bu uchrashuvlar o'tkazishdan maqsad ish o'rinlari yaratish. Hozir sizlarga qisqacha inchik tartibdan produktlarimiz va bank mahsulotlari bor, bu bo'yicha tushuntirishlar beraman. Hozir bu kunda bizning 2024-yil sentyabr oyida chiqqan Prezidentimiz 312-sonli qarori bor. Shu qarorga asosan kreditlar ajratib kelyapmiz. Bu xizmat ko'rsatish yo'nalishida, ishlab chiqarish yo'nalishida, qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida kreditlar ajratib kelyapmiz. 5,5 yil imtiyozli davri bor. Hududlarning toifasidan kelib chiqqan holda kreditlar foizi belgilangan. Ya'ni bizning Shohat tumanimiz 3-sayfaga tushadi. O'zi 5 sayfaga bo'lingan. 3-sayfa bo'lgandan keyin 20% qilib belgilangan. Agar firmaning rahbari yo ta'sischisi ayol kishi bo'ladigan bo'lsa 2% past stavkada kreditlar ajratib kelyapmiz. Bank prezidentimizning tashabbusi bilan ayollarga qaratilgan e'tibordan kelib chiqib qilingan narsalar. Bu bo'yicha aylanma mablag' yo'nalishidan ham ajratiladi. Kreditlarimiz 18 oy, 6 oylik imtiyozlar bilan beriladi. Aytdim, nov yo'nalishlarga berilishini bu yerda asosiy maqsad kamida oxirgi 12 oyda obod qilib turgan bo'lsa kerak. Kredit berilib kimlarga beriladi deganda yakka tadbirkor bo'laman, xususiy korxona bo'laman, MCC bo'laman. Yana bir narsa bor. Avval oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida kredit olib, jismoniy shaxs bo'lib, vaqtida yapgan bo'lsa, bu yangidan bizlar yakka tadbirkor bo'laman yo MCC bo'laman, bir yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib kelsa, ularga ham kredit berib turibmiz hozirgi kunda. Bundan tashqari bizning o'zlarimizning mahalla loyihasi degan dasturimiz bor. 50 milyon so'mgacha belgilangan, ishsiz fuqarolarga beriladi, 2 odamning kafilligi bilan ajratiladi. Oxirgi 3 oyda ishlamagan bo'lishi kerak. O'zini o'zi band qilib beradi, 1 minimal to'lovi bor. O'zini pensiyasi uchun ham staj bo'ladi. Bo'm shu to'g'ridan-to'g'ri plastikka tashab beriladi. O'zini mahallasida qilib o'tiribdi. Bo'm shu ishlab chiqarish yo'nalishida, xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida bo'ladimi, qishloq xo'jaligi sohasi bo'ladimi, shu sohalarda kreditlar ajratib kelyapmiz. 50 million so'mgacha beriladi, 2 yillik imtiyozli bilan 5 yil beriladi. Bundan tashqari yana biznesga birinchi qadam degan produktimiz bor. Prezident qarorining 7-sonli qaroriga asosan chiqqan bu narsalarimiz bizning bank tomonidan bu 17 million so'mgacha ajratiladi. Bank ishsiz fuqaroga beriladi, 4 yil ajratiladi, 6 oylik imtiyozlar bilan. İkisinden ham agar ayol kishi bo'lsa 23% qilib belgilangan foiz stavkasi, agar erkak odam bo'ladigan bo'lsa 25% qilib belgilangan. Bank prezidentimizning tashabbusi bilan shu ayollarga qaratilgan e'tibor sababli 2% past stavkada yuritilib kelyapti. Hozir boshqa produktlarimiz ham bor. Sizlarning vaqtlaringizni ko'p olmaymiz. Kimda nov masala bo'lsa, yozib olamizlar. Imkon qadar tez joyda hal qilishga yordam beramiz. Qani kimda murojaat bo'lsa, yozib olib, nima qilamiz? Menda murojaat bor. Aytaylik. Men shu mahalla fuqarosiman. Avon shu yerda. Ismim Mirjalol. Avon. Kredit olgandim 50 millionlik. Qishloq xo'jaligi yo'nalishidami? Avon. Uyda ishsiz qarang, hozir bo'lgan. Avon. Kafil baribir topib berasiz qarang, kafil. Kafil bugun hamma hujjatlarni bugun agentga kelib uchrashadi. Yana bizning agent, ben Allohdan maftuna daroslar bizlarga yetirasa, Xudo xolasa sizni shu hafta kredit chiqishini yordam beramiz. Yaxshi. Nima kimdan savob? Agar boshqa savollar bo'lmasa, shu mahallada yana Mirjalol sizni tushunmayin, ozgina qiynalib yurgan odam bo'lsa, bu yerda agentimiz bor, mahalla bankimiz ham bor. Shuni olib kelsangiz, biz orqali murojaat qilib turib, bu orqali borsa, hujjatlarni o'rganib yordam beramiz. Kim ozgina qiynalib yurgan bo'lsa. Hammangizga vaqtlaringizni ayirganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.